2015-yil Spark jigarlar Delfin Sweet'da bir paytlar juda trendga chiqqan rang. Metallari bor, konditsionerlari ishlaykan. Akkumulyatorlarni yangi dedi, balon holatlari zo'r turibdi. O'zining kalpaklari ham bor xullas. Salon holatlari ham yaxshi. Probegi eng qizig'i akila bir kruk. Egalarining o'zlari bir qo'l mashina, chexoli poligi bor. Salon holatlari ham yaxshi. Torpedalariga ham chexollar qo'yib qo'yishgan ekan, orqa oynalariga chexollari ham, tonirovkalari ham bor ekan. Egalar nomerlari har doimgidek pastda, mashinani bitta chiroyli qilib aylantirib oling. Mashina haqiqatan tiniq turibdi. Bir tomchi kraskasi yo'q ekan. E'tibor qilib qarayapman, qirilgan bir miyatina bo'lgan joylari ham yo'q. Top-toza, bir tomchi kraska yo'q deb aytibdilar. Probegi bir kuruk 2015 yili. Salon holatlari juda tiniq, akkuratni holatda. Yili 2015. Pastdagilar nomerdan qoldiraman, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Generalni ham chiqar ekan. Narxi bo'lsa 74 millionga gaplashib qo'ydim. Narx bo'lsa telefon qilsin, yana ham kelishtirib beraman deb aytibdilar. Mashina lekin haqiqatan chotki sostenada turibdi. Egalar nomerlari har doimgidek pastda, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Kanalga bitta podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.